Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 16 mart kuni video syomka qilyapmiz. Adres Samarqand Jomboyda. Hammani roza Ramazon oyi bilan qutlab qolamiz. Prinsipimizga kelsak, 1.30 ga 2.30 yashil qilib berdik. Mashinasi bilan passivet qilib berdik. Oldlar ochiladigan qilib berdik. Old orqasi ochiladigan 15 lik Lacetti balon qilib berdik. Amazon Risol bo'ladi. Og'irlik ko'taradigani 1 tonna 300 ko'taradi. 1.30 ga 2.30. Yana bu yerda prinsipimizga kelsak, 1.80 ga 280 molga moslab yasaganmiz. Mana bu yo'llarda eshikchalar ham bor mana. Molni baylab bemalol eshikdan tushib kelaverasizlar mana. Mana bu yerga mol boylab qo'yadigan joylar ham bor. 1.80 ga 280. Mana orqa tomonlar kimga shunaqasi kerak bo'lsa bemalol zakaz qilasan. Yana bitta prinsipimizga kelsak, 1.50 ga 3 metr shivillerda yasalgan 15 lik Lacetti balon, bu ham 15 lik, bu ham 15 lik. 15 lik Lacetti balon rushotkasi olinib qo'yiladigan qilib yasaganmiz. 1.50 ga 3 metr shivillerdan. Yana bitta prinsipimizga kelsak, 1.30 ga 2 metr tentlari bilan qilib berganmiz. Bu ham Lacetti balon shivillerdan bo'ladi. Mana ichkari holatlari kiyim-kechak, produktlar tashlasangizlar ham bo'laveradi. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa bemalol zakaz qilaverasizlar. Adres Samarqand Jomboyda. Bu yoqdan kelishing Unzot mazotni o'tgandan katta trassaning ustida 1 mostli, 2 mostli, 2 mostli, 1 mostli tayyor prinsiplarimiz bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, mana shu yerda telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol biz bilan bog'lanaverasizlar. Chiroyli qilib taqlab beramiz.